Nol. Aha. Faqat kattalarga 7000 dan. Koreyada juda ham ko'p hamma muzeylar bolalar uchun bepul. Ha, bunaqa qimmat hammasi. Kattalar uchun pulli bo'lsa ham. 70 ming, 60 ming so'm atrofida to'landi hozir. To'rtalamiz uchun. Kuki? Kukirimi? Kukiri. Biz bolalar bilan dinozavrlar muzeyga keldik. Shunaqa qilib hozir aylanyapmiz. Bu yerda nafaqat dinozavrlar, mana shunaqa qushlar, keyin dengiz baliqlari, dengiz tubi haqida ham ma'lumotlar bor ekan. Zayn dadasi bilan yuribdi, biz esa Zaki bilan aylanyapmiz. Mulkugi, qani Mulkugi? Wow, annyeong qildingizmi? Annyeong. Oh, wow. Agini ko'rsating, yuring. Qani Agi? Yuring, ketdik. Archa bezatib qo'yishgan ekan. Bunga dinozavrlar qo'rqinchli tuyulyapti. O'shaning uchun archadagi ayiqchalar bilan o'zini ovutyapti. Agi degani, bolacha degani bu mana shunaqa yumshoq o'yinchoqlarga Agi deb aytadi. Robot. Annyeong qiling, yuring. Yuring, boramiz, yuring. Yo'q, ishqim edi. Sekin boring. Koreyada allaqachon robotlar ommalashgan. Bir narsa so'rayotganda, xizmat ko'rsatish kerak bo'lganda shunaqa robotlarni uchratishingiz mumkin. Aeroportlarda ham, shunaqa dam olish joylarida ham va hattoki oshxonalarda ham. Annyeong qilmading-ku? Tushkurdimi? Bye qiling, annyeong qiling. Shunaqa katta displeylar ham bor. Kirishimiz bilan kotib nima edi buni oti? Akra Kantasaurusmi? Xullas, o'qiyolmayman. Kezaki. Shunaqa dinozavr suyaklari turgan ekan. Juda ham katta, bahaybat. Mana bunaqa bahaybat kitlarni ham ko'p qo'yishibdi maketlar. Bu hali endi kirish qismi, hali ichlarini ko'rganimiz yo'q. Xan daryosida uchraydigan baliqlar ekan. Ana! Yuring, Xan daryosida uchraydigan baliqlar ko'rib chiqamiz. Keling baqa bolam. Bunaqa qisqichbaqalar ham bor ekan. Haqiqiyga o'xshatib qo'yishibdi rosa. Bolam qo'lini qurtkichda qurtganiga dadasiga informatsiya beryapti. Shqildi deb. Qo'lini qurtdi-da unda. Bo'ldi, uyga qaytgan bo'lar ekan agar bir kun gapiradi desa. Ha. Yo'q, bilamanmi uni qilganini. Sizni ham qo'lingizni yuvib qurtmoqchi. Yuringlar, bu tomonga. Ketdi bolam, ketdi. Zaki. Bolalar bilan aylangani chiqishning eng yoqimli joyi. Bolani ko'ndirish. Yerga yotib olgan joydan uyg'otib, turg'izib, hozir endi so'q beryapman. Uno. Bu nima bolam? Baku. So'q. Juice. Juice çok. 됐어? 먹어도 돼. 꼬리 못 낚는 거네? Qo'li yuvayotganda qo'l bo'lib qolibdi.
Yoqmayapti. Shu. Yuring, aylanamiz. Darish ketdi. Bir qo'limda endi shuni sog'laman. Vau, bu anaqa ichida akvarium bor ekan. Men ko'rmabman buni. Bolam ko'rsatyapti shuni. İçinde mayda balıkçılar bor ekan. E'tiborliligini qaranglar bu bolani. Ha. Men ko'rmabman, akvarium ichida baliqlar bor ekan. Yuringlar. Bunaqa gerbariylarni ham stend qilib qo'yishibdi chiroyli qilib. Esinglardami, sizlar ham gerbariy yig'armidinglar maktabda o'qiganinglarda? Xo'sh, mana bu tarafdan qarash yaxshiroq ekan. Baliqlar yaxshiroq ko'rinar ekan. Bechkalar qo'yishibdi. Mana shunaqa turdagi baliqlar bor ekan bu yerda ichida. Ichkariroqda yana boshqa videolarni ham ko'ramiz. Bu yerda qo'ziqorinlar. Bu yerda har xil bakteriyalar, mayda hujayralar. Zaki? Anyon qiling. Ha. Yuring. Vau. Ha, xarita ekan bu. Yo'q, climate changing kurs berar ekan. 1837-yildan 2021-yilgacha. Ha. Nima? O'rtacha harorat qanchalik qizil ko'payib borgan sari o'shancha havo isib borayotganini ko'rsatyapti. Toshkentdagi chang mavzusiga aloqasi bor. Climate changing mavzusida ekan bu yerdagi stendlar. Shu qanaqa ekan? Sandan bo'y baland ekan. Qara. Qara, sandan bo'y baland ekan. Ay, mani kichkinam. Zayn o'zi yurmayaptimi dadasi? O'zi yurmayaptimi Zaynni? Bo'ladi. Voy, kukumi bolam. Turnadiylarmidi bu? Ana. Maytda ko'mir yoqilayotganlarni ko'rsatyaptimi? Zaki, mamuni ko'rdingmi? Hozir ko'rmaydi masalan. Nima bu? Sen ko'radinglar tulki. Anyon qilmadingiz-ku? Zayn uni ko'rdingmi? Anyon qiling. Bursiqmi bu? Mana. Bursiq qanaqa bo'ladi? Ana qizilishton. Qatta qizilishton. Qati. Qizilishton emas-ku bu. O'sha nima deydi? Qizilishton boshqacha bo'ladi-yu. Ammo nima deydi? Bilmayman. Mana bu yovvoyi mushuk bo'lganmi? Hop. Mana bu yovvoyi mushuk, to'g'rimi? Ha, yovvoyi mushuk ekan. Mushuk boqadiganlarga yuboribdi. Haqiqiy o'xshasini qaranglar, asalan. Kofe bor ekan. Ha. Dadasi. Hop. Dadaga ayt bolam. Sen tanla sana. Zayn pororo jus olib bolam, ichish yaxshiroq. Yoki pororo jus ichsa. Zaynga Zakiga bir xilo beraman. Rasa. Yo, ana. Yig'lama. Yozayo.
bolalar yig'lab sovg'a oldirishdi hozir. Kelasi 2 xildan oldi. Bunu tanlaganim uchun endi bundan emas, bundan ichaman deyapti. Ha, senga boshqasini beraman. Igor? Yo, oğlum bo'ldi. Bolam, ana talgi. Talgi. Yo'q yesa, yo'q. Aylanib chiqib, endi 3-etajga chiqishimiz kerak. Sok mojarosi bo'lib, Zaki yig'lab olishga ham ulgurdi. Ha. Yur, anaqaga o'tirgan yumuchaga. Davay. Anja. 3-etajga chiqyapmiz. Elevatorlarning yangi, hamma yoq yangi. Dasi yaxshi ko'rgan maket bor ekan bu yerda. Kosmonavtlar. Siz ham turing, olib qo'yaman. Давайте. Zaki. Chava, olib qo'ydim. Ketdik. Sepotnik. Bu yerda ko'proq matematika, astronomiya. Xalqaro kosmik stansiya. Gravitatsiya mumkin. Ko'radigan. Nimani tushunayotgan bo'lsanglar endi. Nima bu Zaki? Paka. Paka ekan. Bolam bilmayman demaydi, bir narsa deb qo'yadi. Mana bu kristal kvartsdan oyna qilinar ekan. Chiroyliligini qaranglar. Yaltiryapti, lekin videoda yetib bormayapti yaltirayotgani qanaqa darajada. Hozir bu yerga ham kiramiz. Anu joyga o'xshatgan Last Space. Oo. Ha, shodamiz. Qo'rqma. Yur. Shu yerdaman bolam. Shu yerdamiz. Qorong'iga kirganimizga qo'rqishdi. 수많은 생명들이 함께 살아가는 집. 그 지구가 속해있는 태양계와 우주가 거대한 공간. 작은 공간에서 시작한 우주는 생성적이고 천수까지 엄청난 크기로 탄생했습니다. 이른바 인플레이션 우주입니다. 우주가 팽창하면서 우주의 온도가 내려가 우주가 식으면서 작은 공간 속에 가득하던 에너지를 물질과 빛으로 나눠줍니다. 그 결과 우주 공간은 물질과 빛이 뒤섞여 있는 아주 독특한 공간이 생성되고 그 속에서 물질과 빛이 서로 충분히 계속하게 됩니다. 이 과정에서 소리자라는 물질이 생깁니다. 소리자는 물질을 이루는 가장 기본 단위의 자입니다. 우주가 팽창할수록 우주의 무게는 지속으로 내려가고 속도가 느려진 소리자는 양성자와 중성자가 되었습니다. 정자와 원자 핵은 서로를 끌어당겨 원소가 생성됩니다. 이것이 바로 우주 공간에 존재하는 수많은 별들을 만들어내는 재료가 되는 원소, 수소입니다. 수소가 탄생하면서 처음으로 빛이 직진할 수 있게 되었는데 그 흔적은 지금도 볼 수 있습니다. 우리는 이것을 우주 배경 복사라고 합니다.
Va 3-etaj tematikasi xullas kosmos sayyoralar ekan. Mana bunaqa qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli. Bu oy. Hozir bir boshdan ko'ramiz. Bu quyosh. Bu Merkuriy sayyorasi. Bu Venus, Venera. Bu Yer. Bu esa Mars. Tepada mana bunaqa maketlari ham bor ekan. Esinglarda bo'lsa, maktabda o'qiganimizda Oy, quyosh atrofida aylanadigan 9 ta sayyora deb o'rgatishgandi. Mana bunisi Saturn, bunisi Uran, Neptun, Pluton. Endi yo'qotamiz. Vulqonlar bu. Zo'r joy ekan-a? Shu yerdaman, yoningdaman. Ha. Oy. Mazza qilib bosib tashishyapti-yu. Yuring dadasi buzib qo'yishmasin. G'orda kesimi. Oy. Har xil elementlar mana tabiiy mis ekan, qarang, tabiiy mis. Mana tabiiy mis ekan. Nimalar tushunmayapman. Mana kimyo kitobimizda bo'lardi, tabiiy. Har birini o'ziga yarasha rangi bor ekan. Jozibasi bor ekan. Mana bu ekan tabiiy til ekan, native gold. Tabiiy tillar ma'bani shunaqa bo'lar ekan. Kichkina bo'lar ekan-da. Ha, mana u ham til ekan, qarang. Toshda orasida. Bunaqa narsalarni biz tog'larga dehqonovodga borganda ham ko'rganmiz. Borib tilla ko'lab ko'rsak. Yaltiroq. Kichkina joylar. Toshlarda kichkina joylari yaltiroq bo'lardi-yu, ana qaranglar. Shu tilla ekan shular. Tak. Farmatsevtik kuyovi. Ayam kelishlari kerak ekan. Mana bunaqa zona bor ekan bu yerda. O'yin zonalari va kitoblar. Bilan naski qoladi. Naski qolsa o'rin. Olib kirib keting. Anya. Oyoq kiyimlarni u yoqqa qo'yish kerak ekan. Men olib qo'yaman. Bor dadangni oldiga bolam. Hamma joyda har xil kitoblar bor ekan, mana bunaqa o'ynaydigan joylar bor ekan. Hamma ota-onalar bolalariga kitoblar o'qib o'ynatishyapti. Mani bolalarim. Maqqa kirasanmi? No? Kuka? Xo'p, kirma. Dadasi chiqib ketganiga omma haja deb meni olib ketyapti, majburlab. Ke. Fil suyagini ko'rganmisizlar? Mana. Bu nima bolam? Kokiri. Dinozavrlar qatlamiga endi tushdik. Mana shunaqa kattaliklarda bo'lishgan ekan ular.
Конечно, videoda uncha bilinmaydi. No, boricha ko'rsataman. Bolalar, dinozavrlarni yaxshi ko'radigan bolalar uchun juda ham qiziq joy ekan. Men bolalarim ham yaxshi ko'rishadi, ashulalarni aytib yurishadi. Mana tiranozavr bolam. Tiranozavrisi. Kuka. Ashulashni aytishga qo'rqmaydi, o'zini ko'rib qo'rqyapti. То есть, skeletini ko'rib qo'rqyapti. Rosa bahaybat katta bo'lgan ekan. Sher, kiyiklar, sirtlonlar. Wow! Jirafa ham bor ekan. Kuku anyong. Kuku anyong. Xo'p, ketdik, u yoqqa boramiz. Bye bye qiling. Bu kuku paka. Ha, keyin rasmi pulli. Ana Zain. Ay, ju. Ada. Oh, 고맙다. 안녕. Paka. Anyangi keseyo. Baqirib uxlab qoldi. Muzeydan chiqib, endi sekin o'zbek oshxonasiga yo'l oldik. Qayerga borishimizni bilmaymiz, no, faqat Dondimonga yetib borgungacha o'ylab ketyapmiz. Fortunaga kerakligimi, Tandriga kerakligimi deb. Hali yetib borishimizga 35 minutcha vaqt bor. Ungacha bolalar ozgina uxlab olishadi. Va nihoyat ovqatlangan o'tirdik. Zayn hardamgidek men bilan. Osh zakaz qildik. Bolalarga sho'rva va shashlik. Zaki qattiq uyapti. Bo'ldi, yeb oldik. Endi ketamiz. Qatimizga yedik, tushunmadik. Bolalar bilan ketdik. Top yuzi kiyamiz. Ovqatlanib bo'lib, Fortunaning magaziniga kirdik hozir. Qazni qidiryapmiz va nima olmoqchi edik yana? Xamir olmoqchi edik, muzlatilgan. Siz qazni qidirib turing, morozilkaning ichida bo'ladi. 10 ta qazi. Bu nech pul ekan? 40 ming ekan? Va morozilkaning ichida ham qazilar bor. Ularga nech pul ekan? 45 ming. Bularni anaqasi manta 20 minglisi ham bor ekan. Shiriladigan. Zayn bolam to'xta. Xo'p, manta tuzlamalar ham bor. Ke bolam? Zayn ke. Boshqa narsa olamiz bolajon. Tak. Ovqatlanib bo'lib, bozorlarni qilib, endi shirinlik yegan ketyapmiz. Voy. Ketdik. Qo'lingizni bering. Nima uchun Irina Morozga ketyapmiz dadasi? Bitta o'zimga bir dona. Medavik olgani. Короче, Dondimon rayonida shunaqa hamma joyda o'zbekskiy magazinlar, oshxonalar juda ham ko'p. Mana somsa shashlik deb yozilgan. Go'sht magazini. Ke bolam, ke. Asosan, 'O'zbek' 'o'zimiznikilar yurishadi bu yerda, SNGdan yurishadi ko'p. 'O'zbek' 'o'zimiznikilar yurishadi. 'O'zbek' 'o'zimiznikilar yurishadi ko'p. 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 'O'zbek' 'o'zimiznikilar yurish
O'zbekcha ovqatlar, o'zbekcha shirinliklar, hamma narsalar shu yerda. Hattoki uni kargolar ham. Samarqand City. Uydan ertalab chiqib ketgan edik. O'zi qorong'i tushyapti. Bir pasta. Ana, tandirlar ham bor. Bu yerga kelib, hozir dadasi ichkariga kirib ketdilar. Odam ko'p ekan, o'tirgani joy yo'q. Bitim zakaz berishadi. Saboy olib ketamiz. Midavik, malinalisini, oddiysini va bitta Napoleon olamiz. Tanlashyapti hozir. Uyga qaytyapmiz. Soat 6:10 kechqurun. Bo'ldi, safarimiz qaridi. Uyimizga kelgunimizgacha soat уже 7 dan oshdi. Nina-chin. Nima dedingiz? Igna peshona. Igna peshona deydilar. Muzikada borlardi. Multfilmni eshitib keldik-da. Jim kelishlari uchun. Chamjari degani nima degani desam, igna peshonamish. Ninachi borda, ninachi. Ignasi degan joyi borda. Shunaqa gaplar tugadi bugungi vlogimiz. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, davom etamiz.